Bu daraxtning uchgisi kelar. Yer kurrasin aylanib chiqib, masalan, Oltoy tog'lariga qo'nsa, yashasa burgutlar bilan, qashqirlar bilan, ayg'irlar bilan, shovullasa yaproqlari dostonlar aytib. Bu daraxtning uchgisi kelar. Garchi ildizlari chuqur, shoxlari og'ir, ko'zlarini qoplagan g'amning qumlari. Hech yo'q, gaplashgisi kelar dengizlar bilan, qachondir dengiz bo'lganin qumsab. Bu daraxtning tushiga kiradi tog'lar, har kech xayolida o'rmalar o'rmon, har kech yaproqlarini asramoq uchun zulmatga shivirlab chiqar ertaklar. Tanini yeyotgan qumursqalarni siypalagisi kelar. Axir badanin g'aji ulg'aygan ular, bolalar kabi. Va yana qashqirlar uvlagan, ayg'irlar kishnagan bir oydin kechada tomirlarini qo'porib butun tanini parcha-parcha etib tashlagich dovulni kutar. To ko'mko'klik qoplagan yerning yuzida qaytadan dunyoga kelmoqlik uchun.